Banklar hədiyyə beradigan altın puanga o'xshagan moddiy mukofotlarning hukmi. Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Turkiyada ba'zi banklarda bank kartasi bilan pul tutarga kart surkab yoki tordan tovar sotilib qilingan chiqim ma'lum miqdorga yetganda altın puan beradigan, yana ba'zi banklarda bonus faoliyatlarga qatnashib tovar sotib olsa, bonus puan hisoblab lira beradigan ishlar bor. Mazkur hadiya altın va bonus liralarni ishlatish joizmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd va sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oil tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Oldi bilan shuni eskartib qo'yish kerakki, bankida hisobot ichib pul amonat qo'ygan ahvolda banki bilan amonat qo'yguchining munosabati qarz berguchi bilan qarzdorning munosabati bo'lib, amonat qo'yguchi qarz berguchi, banka qarzdordir. Bank tarafidan o'zida hisobot ochgan amonat qo'yguchi shaxslarga beriladigan oltin puan yoki bonus lira xarakteridagi moddiy mukofot va yoki hadiyalar mohiyatda qarz olguchi bank tarafidan qarz berguchi amonat qo'yguchiga mazkur bankada qo'ygan qarz pul sababli berilgan o'simdir. Buningga asosan qarz olguchi bankining qarzni qaytarishdan burun qarz berguchi amonat qo'yguchiga bergan oltin puan, bonus lira, mukofot va yoki hadiyasi haramdir. Mubada bu oltin puan yoki bonus lira mukofotlar banklar tarafidan o'z bankasida pul amonat qo'ymagan kredit karti egasiga beriladigan bo'lsa edi, qarz berguchi bank tarafidan qarz olguchi kredit karti egasiga hadiya o'rnida joiz bo'ladi. Chunki bu ahvolda banki qarz olguchi emas, qarz berguchidir. Ammo bankida pul amonat qo'ygan kredit karti egasiga berilgan hadiya bo'lsa, o'xshashla haramdir. Jazoni muomalasi qilishning naqadar og'ir gunoh ekanligini dalillaydigan oyatlar xali ko'p. Masalan, Alloh taolo mundaq degan: Jazoni yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarang odamlardek qopadi. Bu shuning uchunki, ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, so'z setiq jazoniga o'xshashdir dedi. Alloh so'z setiqni halol qildi, jazonini harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan vaz nasihat kelgandan keyin jazoni qilishni yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Mazkur hadiyalarning jazoniga yetadiganligi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarida, sahobalar kiramlarning va mujtahid olimlarning bayonlarida, hatto hozirgi zamon fiqh komitetlarining qarorlarida ham aniq kelgandir. Abu Burda rivoyat qilib mundaq dedi: Men Madinaga kelib Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu ni uchratdim. U: "Kelmamsan, sana talqon, xormlarni yegizib mehmon qilay. Yana tahi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirgan bir katta uyga kirasan" dedi. Ondan: "Sen jazoni yamirib ketgan bir yurtda, ya'ni Iroqda turasan. Agar bir odamda ilishing bo'lib, u sana bir uloq saman yoki bir uloq arpa va yoki bir uloq o'tchib hadiya qilsa-mu, uni qabul qilma. Chunki u jazoni bo'ladi" dedi. Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Biringlar birovga qarz berib tursa, ondan qarz olgan kishi uningga biror narsa hadiya qilsa yoki uni biror uloqqa mindirib qo'ysa, u bu hadiyani hargizmi qabul qilmasin va u uloqqa minmasin. Lekin mushundaq so'g' salom berish, qarz olishdan burun u ikkisining orasida bo'lib turgan bo'lsa, uni qabul qilsa bo'ladi. Imom Ibn Qudama mundaq degan: Qarz berganda qarshi tarafga uyini ijara berishni yoki o'ziga bir narsa setib berishni va yoki qarz olg'uchining o'ziga bir qitim bo'lsa-mu qarz berib turishini shart qilsa, joiz bo'lmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam savdo bilan qarzni birlikda qilishni to'sqan. Yana bu qilg'ini bir to'xtamda, yana bir to'xtamni shart qilishdan iborat bo'lib, xuddi bir kishi boshqa bir kishiga uyini sotganda, u kishining uyini o'ziga setib berishini shart qilganga o'xshash. Agar qarz berguchi qarz olg'uchiga uyini bozor narxi ijaradan arzonroq ijara berishni shart qilsa, yoki o'z uyini bozor narxidan qimmat bahoda ijara olishni va yoki o'ziga biror hadiya berishni, hatto sotquchiga biror ish berishni shart qilsa, texmi qattiq harom bo'ladi.
u ishlarni shartlashmagan taqdirdami qarzni qaytarishdan burun qilib bersa ham qabul qilsa yanala joiz bo'lmaydi. Faqatla qarshi taraf qilib bergan biror ish qarshiligida bir ish qilib bersa yoki qarzga hisoblasa ondan bo'ladi. Yoki ikki tarafning o'rtasida qarz berishdan burunmi bo'lib kelgan ish bo'lsa, mayli. Islom fiqhi komiteti tarafidan e'lon qilingan banklarning ochiq hisobot egalariga beriladigan hadiyalarning shar'iy hukmi bayon qilingan qarorda izohlanishicha, bu turlik moddiy hadiyalarning hukmi mayli shart qilingan yoki qilinmagan bo'lsin, qarz, ya'ni omonat sababli bo'ladi ekan, shundaqla sommasi va muddati qarab bo'ladi ekan, bu qarz olg'uchi qarz egasiga beradigan o'sim turiga keladigan bo'lg'achqa joiz emasdir. Shar'iy o'lchamlardami qarzda shart qilinmagan manfaatga aloqador ahkomlar qatorida yuqorqi hukm bundaq ta'kidlangan. Qarz olg'uchining qarz muddati ichida qarz berguchiga biror moddiy narsani qarz sababli berishi, agar qarz olishdan burun ikki tarafning o'rtasida undaq odatlanish bo'lmasa, joiz bo'lmaydi. Yuqorqilarga binoan mazkur hadiya va mukofotlar shundaqla karta bilan bir narsa sotib olmasmi, bank tarafidan hisobga kirgizib qo'yilgan hadiya va mukofotlar karta egasiga harom bo'lg'achqa, u qo'liga kirib qolgan taqdirda uni o'zi xajlamay, muhtojlarga savob umid qilmasdan berib o'tish orqali qo'lidan chiqarilishi kerak. Vallohu a'lam bis-savob. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh 2021-yili 9-oyning 17-kuni.